Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, kanalimizni podpисчиklari. Urganch City'dan joy qarab yurgan yurtdoshlarimiz olsa, Urganch City'da 3-etajda 3 kompni kvartirani obzorini tushirib ko'rsatib o'tamiz sizlarga hozir. Shu domda yana 3-etajda 69 kvadrat metr. Yana podyezdlar ham toza bo'lib, remont olib, domofonlar ham yana qo'yilib, podyezdlar ham akkuratni remontdan chiqib qoldi. Bu yerda hozir yana kameralar ham qo'yilgan, охранный sistemalar ham bor. Bu yana lift ham ishlab turibdi, lifti bor. Liftdan ham kameralar qo'yilgan, yana ajoyib. Liftim bor, lifti ishlab turibdi. Уже odamlar kelib yashab olmayapti bu yerda. Kvartiramiz korobka holida sotiladi. Korobka holida sotiladi kvartiramiz. Ajoyib joy. Chunki etaj. Chiqib kelishdan chap tarafda, yalaverishda shunday kvartiramiz yana. Eshiklar ham mustahkam eshiklardan qo'yilgan. Ajoyib. Girgandan domofon ham bor yana. Har xonani отдельный cho'nlar ham bor yana. Avtomatlari qo'yilgan har xona. Bu kvartiramizda yana vanna joyi, 2 vannasi bor. Bu kvartiramizda 2 vannasi. İlk kelaverishda o'ng tarafga girsangiz, bir spalnisi bor. Ne balkonu yine bana qarasangiz yine Urganch City'nin yolun üstünde. Yolun üstünde dom yine. Ajoyib dom. Bu korobka holida sotiladi bu kvartiramiz. Shu duruşunda sotiladi. Gidip kelsangiz yine bir yine vanna joyi, bir spalnin içinde vanna joyi ajoyib. Bundan gelsangiz koridoru bu işi. Gidip kelaverish narsa yine. Xo'p. On tarafda doğruda yine bir xonamiz. Bu kvartiramiz ishning korobka holida shu duruşunda sotiladi. Şuradan joy alamanda bir yangi yurtdoshlarimiz olsa yine ajoyib joy. Gelib remont etib doğru yashab o'tirasizlar. Uçuçlarla hem gazlarını, uçuçlarla hem mevcut takıyla tayyor holatini tuttu. Eğer bir remont etib verseniz de şu remontuna qarab turibdi bu joyimiz. Şurada yine ajoyib etib yine taraflar ham oq oynalar qo'yib mustahkam yine top iğnesi o'tirilganligi, top iğnesini ham o'tirasizlar remont etib berib. 69 kvadrat metr kvartiramiz, 69. Puluna gelsak, aziz yurtdoshlar, puli kvadratına 5,5 milyondan deb turibdi kvadratini. Gelib egasi bilan ko'rib, gaplashib olaverasizlar. Ajoyib joy yine. Podyezdlar remontdan chiqib cho'tko'lik turibdi. Sonunda hurmatli yurtdoshlar, bu videoga like bosib, podpisatsiya qilishni yoddan chiqarmanglar.